Dilnoza o'sha kuni tongni yuragi siqilgan holda kutib oldi. Uy ichida sovuq sukut hukm surardi. Oshxonadagi eski soatning chiqillashi ham go'yo yuragiga urilayotgandek tuyulardi. Jamshid esa tun bo'yi uxlamadi. U deraza yonida o'tirib, bir nuqtaga termulgancha sigaret ustiga sigaret tutatardi. Havoda achchiq tutun hidi aralash qo'rquv sezilib turardi. Dilnoza indamay choy damladi. Erining oldiga piyola qo'ydi. Jamshid unga qarab ham qo'ymadi. Shu darajagacha borib qolganimizni bilmasdim, dedi ayol nihoyat. Jamshid labini tishladi. Men hammasini hal qilaman. Qanday? Bilmayman. Bu bilmayman Dilnozaning yuragini ezib yubordi. Chunki Jamshid hech qachon bunday demasdi. U doim o'ziga ishongan, doim yo'l topadigan odam edi. Ammo bugun uning ko'zlarida ojizlik bor edi. Telefon yana jiringladi. Jamshid qo'rqib ketgandek birdan o'rnidan turdi. Qo'ng'iroqqa javob berdi-yu rangi oqarib ketdi. Men aytdim-ku, pulni topaman, dedi u past ovozda. Narigi tomondan baqiriq eshitildi. Hatto Dilnoza ham eshitdi. Oxirgi imkoniyating qolgan. Jamshid telefonni o'chirib boshini changalladi. Dilnoza sekin yaqinlashdi. Kim ular? Sen aralashma. Men sening xotiningman. Jamshid birdan stolga urdi. Chunki seni himoya qilmoqchiman. Uy jimib qoldi. Dilnozaning ko'zlari namlandi. U asta orqasiga qaytdi. Yuragi nimadir bo'lishini sezayotgandi. Kechga yaqin eshik qattiq taqilladi. Dilnoza cho'chib ketdi. Jamshid esa oqarib eshik tomon yurdi. Eshik ochilishi bilan 3 ta erkak ichkariga kirdi. Ularning qadamidayoq xavf sezilib turardi. Eng oldindagi qora soqolli erkak sekin jilmaydi. Vaqt tugadi, Jamshid. Jamshid indamadi. Pul qani? Yana ozgina vaqt bering. Erkak birdan kulib yubordi. Vaqt? Sen allaqachon bizning sabrimizni tugatding. Dilnoza qo'rqib erining yoniga keldi. Nima bo'lyapti? Erkakning ko'zlari Dilnozaga tushdi. U ayolni boshdan oyoq kuzatib chiqdi. Dilnoza o'zini noqulay his qildi. Demak, mana bu sening xotiningmi? Dedi u sovuq tabassum bilan. Jamshid oldinga chiqdi. Unga tegmang. Unda qarzingni to'la. Sukut. Keyin qora soqolli erkak sekin dedi, bir yo'li bor. Jamshid boshini ko'tardi. 1 soat. Dilnoza hech narsani tushunmadi. Nima degani bu? Jamshid birdan, yo'q, deb yubordi. Erkak kuldi. Tanloving yo'q. Dilnoza eriga qaradi. Jamshid, ular nima deyapti? Jamshidning ko'zlari titradi. U xotiniga qaray olmadi. Shu payt Dilnoza yuragida dahshatli haqiqatni sezdi. Yo'q, sen bunday qilmaysan. Jamshid ko'zlarini yumdi. Menda boshqa yo'l qolmadi. Dilnoza bir qadam ortga chekindi. Go'yo oyoqlari ostidan yer chiqib ketgandek edi. Sen meni qarz evaziga. Ayolning ovozi titrab ketdi. Jamshid boshini egdi. Dilnoza yiglab yubordi. Men senga ishonib yashadim. Hammasidan voz kechdim. Endi esa meni sotmoqchimisan? Qora soqolli erkak stolga pul qog'ozlarini tashladi. 1 soat. Shunda qarzing yopiladi. Dilnoza eriga tikildi. U ichida bir mo'jiza kutardi. Balki Jamshid yo'q der. Balki ularni haydab chiqarar. Balki xotinni himoya qilar. Ammo Jamshid indamadi. Ana shu sukut Dilnozaning qalbini parchalab yubordi. Oradan yarim soat o'tib Jamshid Dilnozani eski dala hovliga olib bordi. Yo'l davomida mashinada hech kim gapirmadi. Faqat motor ovozi va Dilnozaning ichki yigisi bor edi. Ayol oynadan tashqariga qaradi. Qorong'u yo'llar, huvillagan daraxtlar. Hammasi qo'rqinchli tushga o'xshardi. Mashina to'xtadi. Jamshid sekin dedi, kechir meni. Dilnoza unga qaradi. Ko'zlari nafratga to'lgandi. Endi meni kechirishni so'rama. U mashinadan tushdi.
Hovli ichi qorong'i edi. Ichkarida esa o'sha erkaklar kutib turardi. Jamshid tashqarida qoldi. Dilnoza oxirgi marta orqasiga qaradi. Balki u kirib kelar. Balki uni olib ketar. Ammo Jamshid boshini egib turardi. Ayolning ichida nimadir oldi. Ichkaridagi erkaklardan biri unga yaqinlashdi. Qo'rqma. Agar tinch tursang tez tugaydi. Dilnoza titradi. Ammo birdan yuragida boshqa hissiyot uyg'ondi. Nafrat. O'z eriga bo'lgan nafrat. Bir payt tashqaridan mashina ovozi eshitildi. Erkaklardan biri derazaga qaradi. Kim yana bu paytda? Darvoza oldida qora jip to'xtadi. Undan uzun bo'yli, jiddiy bir erkak tushdi. U ichkariga kirib kelishi bilan xona jimib qoldi. Qora soqolli erkak, "Bek aka, siz nega keldingiz?" dedi hayron bo'lib. Kelgan odamning nigohi birdan Dilnozada to'xtadi. Ayolning qo'rqqan ko'zlari unga tikildi. Bek sekin so'radi, "Bu ayol kim?" Hech kim javob bermadi. Bekning jahli chiqdi. "Men savol berdim." Qora soqolli erkak kulimsiradi. Jamshid qarzini to'lay olmayapti. Shuning uchun gapini tugatolmadi. Bek birdan uni yoqasidan oldi. Ayolni qarz o'rniga tashlab ketdimi? Hamma jim qoldi. Bek Dilnozaga qaradi. Ayol titrab turardi. "Isming nima?" "Dilnoza." Bek bir necha soniya unga tikilib qoldi. So'ng erkaklarga qarab, "Hamma tashqariga chiqsin." Ular indamay chiqib ketishdi. Xonada faqat Bek va Dilnoza qoldi. Dilnoza devorga suyanib yig'lay boshladi. Bek esa unga yaqinlashmadi. Faqat sokin ovozda dedi, "Hech kim sizga tegmaydi." Ayol ishonqiramay qaradi. "Nega?" Bek chuqur nafas oldi. "Chunki men bunaqa pastkashlikni yomon ko'raman." Tashqarida esa Jamshid mashina yonida boshini ushlab o'tirardi. U ichkaridan kelayotgan har bir tovushdan titrardi. Ammo birdan eshik ochildi. Bek tashqariga chiqdi. Jamshid darrov o'rnidan turdi. "Men." Bek uning yuziga qattiq musht tushirdi. Jamshid yerga yiqildi. "Erkakmisan o'zi?" dedi Bek gazab bilan. "Xotiningni sotadigan darajaga tushdingmi?" Jamshid yig'lab yubordi. "Men majbur edim." "Yo'q. Sen qo'rqoqsan." Bek cho'ntagidan pul chiqardi va qora soqolli erkakka uzatdi. Qarzi yopildi. Hamma hayratda qoldi. Jamshid ham. Bek sovuq ohangda dedi, "Endi bu ayolga yaqinlashma." Dilnoza eshik oldida turardi. U hammasini eshitdi. Yuragi qattiq urardi. Jamshid unga qaradi. "Dilnoza, uyga ketamiz." Ayol esa boshini sekin chayqadi. "Endi men uchun sen olgansan." Bu gap Jamshidni tamomila sindirdi. Dilnoza asta Bek tomon yurdi. Bek mashina eshigini ochdi. "Agar istasangiz sizni xavfsiz joyga olib boraman." Dilnoza bir lahza ikkilanib turdi. Keyin orqasiga qaradi. Jamshid tiz cho'kib yig'layotgandi. Ammo uning ko'zlaridagi muhabbat allaqachon olib bo'lgandi. Dilnoza mashinaga o'tirdi. Mashina qorong'u tun bagrida uzoqlashib ketdi. Yo'l davomida hech kim gapirmadi. Dilnoza oynaga tikilgancha ko'z yoshlarini artardi. Bek esa rulni mahkam ushlab ketardi. Bir payt u sekin so'radi, "Boradigan joyingiz bormi?" Dilnoza bosh chayqadi. "Yo'q." "Ota-onangiz-chi?" "Onam yo'q. Dadam esa meni Jamshidga turmushga chiqqanimdan keyin kechirgandi." Bek indamadi. Bir necha daqiqadan keyin ular katta hovliga kirib kelishdi. Uy juda hashamatli, lekin sovuq ko'rinardi. Dilnoza hayron bo'ldi. "Bu sizning uyingizmi?" "Ha." Ular ichkariga kirishdi. Uy xizmatkori darrov yugurib chiqdi. "Bek aka, mehmon bormi?" "Mehmon emas. Bu yerda vaqtincha qoladi." Dilnoza o'zini begona his qildi. Hamma narsa juda bo'yona edi. U esa oddiy kiyimda, yigidan shishgan ko'zlari bilan turardi.
Bek xizmatkorga dedi, mehmon xonasini tayyorlang. Keyin Dilnozaga qaradi. Bu yerda xavfsizsiz. Ayol asta, nega menga yordam qilyapsiz? Dedi. Bek bir necha soniya jim qoldi. Chunki bir vaqtlar men ham kech qolganman. Dilnoza bu gap ma'nosini tushunmadi. O'sha tun u uxlay olmadi. Xonasida yolg'iz o'tirib hayotini o'ylardi. Kechagina eri bor edi. Uy bor edi. Orzular bor edi. Bugun esa hammasi yo'q. Tongga yaqin eshik taqilladi. Bek kirib keldi. Siz bilan gaplashsam bo'ladimi? Dilnoza bosh irgadi. Bek deraza yoniga borib turdi. Menimcha Jamshid sizni tinch qo'ymaydi. Dilnozaning yuragi siqildi. Men undan qo'rqmayman. Ammo men qo'rqaman. Ayol hayron qaradi. Bek chuqur nafas oldi. U katta qarzga botgan. Va u qarzdor bo'lgan odamlar juda xavfli. Dilnoza birdan sovuqni his qildi. Demak, hammasi tugamaganmi? Bek boshini sekin qimirlatdi. Yo'q. Endi boshlanyapti.